Barchalarga sizlar bilan Grand UZV YouTube kanali bo'lyapti. Hop, Grand Mobile kanalida biz 38-serverda yangi akkaunt ochdik. Bu serverda biz tashkilotga qo'shildik, oila yaratdik, kvartira oldik, yana dom olamiz, xudo xolasa. Bu serverga, bu 38-serverga yaqinda kirdim. Bir haftacha bo'ldi kirganimga. Tashkilotga qo'shildim, fraksiyaga, sariq fraksiyaga. Agar sizlar ham qo'shilmoqchi bo'lsanglar, 38-serverdan 38-serverga kirib, hozir sizlarga nomerimni aytaman. Shu nomerga kech payti telefon qilsanglar, kech payti streamlar bo'ladi. Bu kanaldan ham hozir stream bo'lmaydi, chunki hozir men yangi boshladim bu kanalni. Ozgincha ko'tarilib olsam, keyin shunda bo'ladi. Uning uchun sizlar komment, like, obuna bo'lib qo'ysanglar, yaxshi bo'lar edi. Xo'p, biz fraksiyaga qo'shilganmiz bolalar. Bu yerda nimalar qila olasizlar sizlar? Xo'p, birovlarni kishalla olasizlar. Meni nomerim Abdulboriy, o'zi yo'lda ko'rib qolsanglar ham agar 38-serverda bemalol to'xtatib, aka, xullas mana qo'shib qo'ying desanglar, qo'shaman. Xo'p, nomerim 403 000 403 000 saqlanib qilib qo'ysanglar Abdulboriyda. Kechki payt o'ynaganimizda birga o'ynab yuramiz. Xo'p, bu yer qayerda desanglar, bu yer mana bu joyda, bu yer. Xo'p, mana arzimasdan pochtaga yaniladi. Arzimasdan pochtaga yaniladi. Mana shu to'g'ri kelsanglar, mana yerda domlardan chicha o'tganda Poyga vokzal tepasida. Xo'p, bu yerda endi obzor qilib chiqamiz. Fraksiyani qanaqa mashinalari bor. BMW E38 bor. Buni o'zi normalniy bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Normalniy mashina, buni sizlarga hozir minib ko'rsatamiz. Ungacha sizlar obuna, like bosib qo'ysanglar. Hop, agar sizlar fraksiyada kirsanglar nima qila olasizlar? Birovlarni qamab qo'ysanglar bo'ladi. Qamab qo'ysanglar, kishallab qo'ysanglar bo'ladi va orqadan yurgizib qo'ysanglar bo'ladi. Bu mashina ham bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Normalniy mashina. Hop, bu mashina endi ikkinchi mashinaga o'tamiz. BMW E38 mashinasi. Hop, ikkinchi mashina BMW M5 E60. Bu o'ta ham zo'r mashina. Buni tezligi 280 ga chiqadi fraksiyada. Hop, ayrim fraksiyalar bor, 4 ta fraksiya bor. Hop, pushti fraksiya, sariq fraksiya va ko'k fraksiya va yashil fraksiya bor. Hop, ular qayerdaligini aytib o'tsam, pushti fraksiya. Hop, mana bu yerda bo'ladi, pushti fraksiya. Hop, sariq fraksiya mana bu yerda bo'ladi. Hop, endi Kavkazniy fraksiya mana bu yerda bo'ladi. Hop, endi Yujniy fraksiya mana bu yerda bo'ladi. Agar kim qaysi fraksiyaga qo'shilmoqchi bo'lsa, menga aytsanglar, o'zim qo'shib beraman, gaplashib sizlar bilan. Hop, bu M5 E60. Hop, tayyor turing deyapti. Hop. Hop deb qo'yamiz. Hop, biz ungacha shu talab kelyapti, otib. Hop, endi bu yerda biz Skoda Octavia A7 degan mashina bu yerda. Bu ham normalniy mashina, uncha tez yurmaydi, lekin normalniy mashina 200 ga chiqadi. Bemalol minib ko'rsalar ham bo'ladi. Hop deb qo'yamiz bunga bu bolaga. Video cho'zilib ketyapti bolalar, like obuna bo'lib qo'ysanglar. Hop, endi buni ko'rayotgan bo'lsak, BMW M5 X5 bu mashina bilgan bo'ladi. O'ta ham zo'r mashina bu. O'ta ham yaxshi mashina. Hop, va 569 mm ekan. Hop, va oxirgi mashina bu Mercedes G63. Men ocholmayman, chunki bu menga dastur yo'q. Buni faqat boshliq men oladi. Xo'p, shu yerda video tugatamiz. Like, obuna bo'lib qo'ysanglar, 38-serverda birga o'ynaymiz, xudo xolasa. Nomim Abdulboriy, nomerim 403 000. Obuna va like bosib qo'ysanglar, bu yoqqa kontent to'xtamaydi bolalar. Davay ketdik, let's go.